Ana polis. Aziz do'stlar. Bu yil nimalar ekdim? Qilajam. Bulg'or qalampiri. Shunaqa. Hozir Bodringlaringizni ko'rdingizmi? bodringimda sug'orsani keyin ko'rasan. O'z pishganlari bor, obvi. Biz kecha yedik postada. Bodringdimi? Yaxshi qismi. Ozilyapti, qarang, yana katta. Mana bodringlarimiz. Bodring. Mana bodring. Voy, bandi qattiq ekan. Mana osma bodringlar. Bo'ldi, anaqa qilmani. Hali kattalar. Bodringni katta qilmaydi, mana shunday. Bozorda ham Voy. shunaqa. Mana bodringlarimiz. Mana kattasini hal etsam bu shunaqa bo'ladi deydi. Mana ular tartibsiz bo'lsin. Ha, ular tursin, ular keyin kattaladi. Dumaloq bo'lib qolibdi. Voy, dumaloq. Bichara, anaqa yaxshi Yo'q, sug'orish kerak bularni. Suqsatdi-da biz hali u kelganimizda sug'ormovdik. Undan oldingi kelganimizda sug'orib ketdik. Mana do'stlar, mana agaroda. Bu bodring orzu emas ekanda boshqacha. Qara. Oya. Mana buni qara. Ha. Otini yeydi. Ha, ani sinib ketganga mana buni qo'ydingizmi podporka sinmasligi uchun? O'sib ketibdi. Yiqilib ketmasligi uchun mana buni qo'yib qo'ydim. Endi yana ko'tarishimiz kerak, bu ip bilan ko'taramiz. Qara mana, yaxshi qara anvariga. Bu qanaqa sortdi? Shuni men tushunmadim. Ajoyib sort. Mana bularni oy qarang. Anaqa o'zi rangi shunaqa ekanda, bitta yeb ko'ring, ana shu pishgan o'zi. Qora pomidor, aka dahshat. Oti nima bo'lsa hayron. Eksport navlar deydi. Ana qasarg'ayotibdi pomidor. Qizarganlari ham bor. Mana. Anaqa anaqa. Ajoyib. Mana bozorimiz. Yigirib qotdilarni salsa to'g'rilab chiqish kerak. Pomidorlar. Mana bu cherry degan pomidor ekan. Mana shunaqa ekan. Qora pomidor. Mana bu endi qizarib sarg'aya boshlagan. Mana bu bolgar. Ertalab ancha terib oldik. Ko'chatlarga aprelda boshlarida ekildik. Qalampir. Bu qalampir. Tabaqlajon lazım. Shunaqa. Polizimiz bu yil o'riklar terib oldik.
Olcha terib oldik, gilos terdik. Endi ularni olib borib yopishimiz kerak bankalarga. Mana uzib keldik. Mana shu pastlardan oldim gilosni. Bu erta pishar o'rigimiz, shaftoli o'rik. Xuddi shaftoliga o'xshaydi ta'mi. Endi pisha boshlabdi. Bizadagi tog' oldi bo'lgani uchun salqin. Kech pishadi hamma narsa. Hali yana 3 ta o'rigimiz bor, ular ko'k dovcha bo'lib yotibdi. Keyin pishadi kechki. Hozir shularni qaynatib olishim kerak. Mana do'stlar, mana kecha olib kelgan o'riklarimdan, ertachi haligi shaftoli o'rikdan 12 kilo yopdim. Mana bankalarga 12 kilo yopdim. Men bu olcha gilosdan esa 7 kilo yopdim. Endi mana shu 12 kilo o'rikka va 7 kilo olcha gilosga ishonsangiz 2 kilogram shakar qo'shdim. 2 kilo. Men iloji boricha shakar qo'shmaslikka harakat qilaman, lekin baribir qo'shdim. Shunda ham o'zi shirali bo'lganligi uchun juda ham ajoyib chiqdi. Juda ham yaxshi chiqdi. Bilasizmi, buni mavsum tugashi bilan, misol sentyabrdan boshlab biz ochib yeyishni boshlaymiz. Sababi unchalik qishgacha kutib o'tirmaymiz va kompot uchun yopdim bularni, kompot. Bunda ochasiz, mana shuni ochasiz va 3 litrli mineral suvni qaynatib o'shanga solasiz. Keyin nimadan suzgichdan suzib olasiz. Mana sizga 3 litr, 3,5 litr tayyor kompot chiqadi. Deyarli tabiiy, ko'p shakar qo'shilmagan, o'zini ta'mi bilan chiqadi. Maza qilib ichaverasiz. Mana bularni ham xuddi shunday qilasiz. Mana kompot uchun o'zi juda shirin o'rik ekan, o'sha uchun juda ham anaqa shakarni kam qo'shdim do'stlar. Ishoning, men 2 kilogram shakar qo'shdim mana shularga. Buni ham shunday qilasiz. Ochib 3 litrli mineral suvni qaynatasizda solasiz kastrulkaga. Keyin suzgichni suzib olasiz. Bemalol bolalaringiz bilan, oilangiz bilan kompot qilib ichaverasiz. Oldingi zamonlarga o'xshab biz SSR davrida katta bo'lganmiz, non botirib, piyolaga solib yeyishlar hozir yo'q. Men kuzatdim, yoshlar hozir unga tobi ham yo'q, hatto yeyishga erinadi. O'sha uchun eng yaxshisi kompot. Chiroyli idishga kompot solib qo'yasiz. Kompot qilib solib qo'ysangiz, maza qilib ichib ketadi. Bir kunda o'zi tugaydi bittasi. U ham bittasi tugaydi. Aytishingiz mumkin, hozir unaqa qilmaydi, qishi bilan yozi bilan mevalar bor-u, oldingi paytda odamlar qo'rqqanidan, kasallikdan, yetishmovchilikdan qo'rqqanidan qishga shunaqa g'amlashgan deyishingiz mumkin. Lekin o'sha hozir sotilayotgan mevalar, ular xom holda uzib olinar ekan va yaxshilab dorilanib, bozorga chiqish oldi rang berib, qizartirib, pishirib keyin sotilar ekan qishi bilan. O'sha ular unchalik yaxshi emas. Mana bu esa o'zimizda polisda, bog'da o'sgan, dorilanmagan. Mazza qilib yeysiz. O'shaning uchun uy bekalari, sizlarga maslahatim, erinmangizlar. Erinmay bemalol qilib qo'yingizlar. Yilmaydi deb o'ylamang, kompot holda qilib bemalol yedirib ichiraverasiz. Mazza bo'ladi. Haligi Coca-Cola bir nimalarni o'rniga emas. Oddiygina mana bu o'zimizni tabiiy sharbatdan ichirasiz. Keyin mana aytasiz, mana qanday yopilganini ko'rsataman sizlarga, qarang. Ovozida men yangi banka yopqich oldim, mana. Yaxshi yopilgan. Mana shunaqa ovoz chiqadi. Mana hammasi. Demak, yaxshi yopilgan. Mana.
eshitdingiz, buni ovozi sal boshqacha. Demak, buni tekshirishim kerak yoki boshqa yopayotganda qo'shib yana boshqadan solishim kerak. Mana shu ikkalasi xavfli. Buni boshqa qo'shib tekshirib boshqasiga qo'shib solishim kerak. Mana qolgan hammasi mana yaxshi yo'q. Ovoz mana shunaqa chiqadi. Bemalol sentyabrda ochib hammasidan mana shunaqa. Shu ikkitasida ovoz boshqacha chiqadi. Ana shunaqa do'stlar. Bemalol kompotga shakarni kam-kam qo'shib yopib tashlayvering erinmaydi. Qishda mazza qilib yeysiz.